milodiy 1959 yili 9 ayning 26 kuni Yoshino yerim orolda quruqlikqa chiqqan tayfun bo'rinda 5000 dan ortiq odam o'lib ketdi va yo'qolib ketdi. Tabiat keltirib chiqargan son-sanoqsiz tragediyalar, balo qazoga uchragan odamlarning taqdirida ajoyib o'zgarishlarni paydo qilsa-mu, lekin buningga qandoqmi tabiatla sababchi degili bo'lsin. Bu kuni amdili tug'ilgan o'qini ching quchoqlab olgan bir yosh ona dahshatli bo'ron chapqin ichida yo'qolib ketdi. Mana bu ularning taqdirini belgilaydigan kun edi. Bu filmdagi hijron qayg'usi va visol shodligi 17 yilning oldidagi mushu kundan boshlangan. Bir mahal baxtsizlik uchirgan kishilarning tali o'ngib qolmasin. Yoshino Nobuta o'zi etgan qizning amaliyotda qotil Shimazaki Ejining qizi ekanligini, Shimazaki Eji etgan qizning o'z qizi Naoko ekanligini bilganda sudda Shimazakini ayblaydigan o'rinda turadi. Holbuki haqiqiy ahvoldan xabar topgan Shimazaki sudda o'z iqroridan tinib oladi. Nobuta mushkul ahvolga tushib qoladi. O Shimazakining gumonini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun davomli turda o'z qizini tunamas bo'ladi. Hamda uni sudga chiqib guvohlik berishga buyuradi. Oldi bilan guvohchi o'zining javobgar bilan bo'lgan munosabatini so'zlab baqsa. Shimazaki Eiji. Mening dadam. Men uning qizi. Birinchi, siz bu yil 4-oyning 23-kuni kechida yuz bergan ishni so'zlab baqsangiz. Shu chaqda siz qayerda turatdingiz? 2-rayondagi ijaraga berilgan uyda. Nechinchi nomerlik uyda? 7-nomerlik uyda. Siz javobgar bilan bir uyda turamdingiz? Ha. Shu kuni kechda javobgar o'zi yolg'iz sirtqa chiqib ketdi. Shundaqmi? Shundaq. Onun qaytib kelgan vaqti yodingizdami? Aniq vaqti toza esimda qolmabdi. Ehtimol soat 10 atrofida bo'lsa kerak. Javobgarning shu chaqdagi pozitsiyasidan normal bo'lmagan bir alomatni sezmadingizmi? Oningda odatdagi chaqlarga o'xshamaydigan ahvol ko'rinmadimi? Yo'q, hech qanday alayda ahvol ko'rilmadi. Ondaqda javobgarning shu kuni kechda kiygan kiyimi esingizdami? Uchisiga xurum chapan kiygan edi. Xurum chapan ustida bir g'ayri isbam. Başsotchi, guvohchining taftish mahkamasi hozirlab etgan 1-nomerlik moddiy isbotni to'nib beqishga ruxsat qilishingizni so'rayman. Bo'ladi. Zang selib qarab beqing. Javobgar 4-oyning 23-kuni kechda kiygan kiyim. Mushumi? Shundaq. Bu xurum chapandan shu chaqda bir gumonliq narsani, masalan, bir dog'ni sezganmidingiz? Başsotchi, taftish amaldorining savollari qaymoqtirib iqror qildirish shakliga ega bo'lib qoldi. Meningcha, savol so'rashdagi maqsad guvohchi bildigan faktlarni oydinlashtirishdan iborat. So'zim tugadi. So'zingiz o'rinliq. Taftish amaldori, savol so'rash shaklini o'zgartirsangiz. Ondaqda yana bir so'ray. Xurum chapanning ustida bir gumonliq joyni sezmadingizmi? Xurum chapan yengida qanday bor? Qaysi yengida? Sol yengidami yoki o'ng yengidami yoki har ikki yengidami? Sol yengida. Qandayini sezgandan keyin javobgardan bir savol so'radingizmi? So'radim. Saharda qanday? Neden shu qanday so'radim? Javobgar bu masalaga nima javob bergan? Palampaydi qilich qanot ketdi deb javob bergan.
Rastlı yıkılıp dikenmi? Ha. Sol kolunun beğişi. Sırılıp kanat yetip diken. Siz onu yıkılıp düşüptü dediniz. Qaraganda o kan akıdek derecede yaralanga okşamamdı. Başsatçı. Kan ıqıp yengini boyuvetkidek derecede yaralanıp dikenmi? Şındak, menin şındak doğan. Neymiş ki bunda oylaysız? Çünkü dadam şındak Siz degen. dadınızı yalgan sözlüldü dep qaramamsız. Ben onda qaramayman. Bala, nobito şundaq deb to'lib sağılıp tas qaldı. Muşu ovoz chiqsalar ko'ngilga hamma azob tugilgan. Qizim o dadasining bag'riga o'zini otgan bo'ladi. Biroq nobito orqaga qaytqili bo'lmaydigan agri to'qay bir yo'lga kirib qolgan edi. Javobgar o'zini ma'lum qilishda ilgari sizga bir ishni oshkorlamaganmi? Bu qitimqi delo to'g'risida sizga bir og'iz so'zmi qilmadimi? Qildi. Javobgar nimalan dedi? İmkon qadar aniq qilib so'zlab bersangiz. Naoko. Aniq qotil men bo'lqasin qanday qilasan? Qotil rostli men. Siz nima ish qilib buni so'yasiz olasiz? Javobgar, Başso'chi. tinchlikni. Naoko tek qurolga yetmagan qiz yo'q. Javobgarni ogohlantirman. Agar tartibni davomli qalaymiqonlashtiradigan bo'lsangiz, sotdan chiqarib o'taman. Sualim tugadi. Aqlig'ocha qarshi savol so'ramamdi. Yenge. Siz bu yerda ekansiz. Aytga buyuraman. Akam Haro Yoshi bilan tamomiy bek bechoralikka tushib qoldi. Men yana bir savol so'ray. Javobgar sizga o'zining Shizuokawa daryosi bo'yida yuz bergan qotillik delosidagi qotil ekanligini ochiq dedimi? Ha. Javobgar qanday qotillik qildi? Bunimi sizga dedimi? Demedi. Ondaqda javobgar Okoda Kenya ismli yigitni o'ldirib deganmi? Yo'q. Ondaq bo'lsa, javobgar nima uchun o'zini qotil deydi? Bu shu chog'da dadam Rasulullah. Aslida onu o'ldirmoqchi emas edim. Lekin har qadaqni Shizuokawa daryosi bo'yiga tepki qilib kishi rostli men bo'laman. Javobgar Shizuokawa daryosi bo'yida bir odamning o'ldirilganligini anglab, o'zini qotil qatoriga chiqargan. Lekin u o'zi tepib yiqitib etgan raqibining haliq o'lgan kishi ekanligini aniq bilmaydi. Mening shunday. Ehtimol bu javobgarda xatosiz paydo bo'lish tufaylidan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Shundan keyin javobgar siz bilan so'zlashdimi? Yo'q. Ondaqda javobgarning keyin iqrorini og'dirib etganiga qanday qaraysiz? Haqiqiy ahvolni men aniq bilmayman. Biroq dadam meni inkor qilgan ekan. Menimcha dadam gunohsiz deb o'ylayman. Savolim tugadi. Bugün men biraz üstünlükni egallagandek turman. Siz Shimazaki shu chaqda ziyonlanuvchini aniq ko'rmagan demoqchimi? Sizningcha men bu nuqtaga eslab olamanmi? Aqlig'ochi bo'lgan ekan, shunda qilsangiz yo'lliq. Sizda
Bağın sırı galit bop ketibapsiz. Mening ko'ngil bo'layotganim haqiqiy ahvol. Shundaqmi? Shuning uchun o'z qizingizni sotga ittirib chiqargan gapkanda. Undaq demasangiz qandaq? Siz Naoko dadam deb yurgan kishiga o'z gunoyini tunutmoqchi. Nemandaq davrsiz? O bala Shimazaki Ejining qizi sifatida sotga chiqqan tursa. Shundaq. To'g'ri aytdingiz. Lekin uning yuragi siz bilan bir tutashda. Bola degani bundaq qissasi bo'lamdi. Halbuki bu gunohni aslida u ta'sir bo'lmaydi. Azroq bishorat berib qo'yamdiq. Bo'lmaydi. Nemishqa? Yuz mikoxinim uchunmi? Uning pushil emas. Undaq kim uchun? Shimazaki uchun. Shimazaki uchun? Naoko. Yo'q. Shimazakining qizi guvohlikdan o'tganda siz Shimazakining chiroyiga diqqat qilmadingizmi? Dadamning gunohsiz ekanligiga ishonma deganda uning ko'ziga qaramadingizmi? Agar Naokoni uningdan tatib oladigan bo'lsam, hukm natijasida qanday bo'lishidan qat'iy nazar Shimazaki cho'qim uzil-kesil tugishib ketadi. Bundaq chaqda Shimazakining kayfiyatini muqimlashtira oladigan kishi dal ashu qiz. Men o'zimning qizini qaytarib olish uchun boshqalarning o'lib tirilishi bilan korim bo'lmasa, bo'lmaydi. Garchi shu qiz mening yurak param bo'lsa-mu, hech bo'lmaganda hozir bunday qilishga bo'lmaydi. Xafa bo'lib qoldingizmi? Xafa bo'lib qoldingizmi? Men taftish amaldorining guvohchisi sifatida sudga chiqdim. Rost gapni eshitsam, men sizning odam o'ldirganligingizni bilmayman. Biroq siz o'zingizdagi dog'larni patroq yuvib yetishim kerak degandingiz-ku. Andan keyin saf vijdoningiz bilan ochiq oshkor holda men bilan birga turmush kechirdiganligingizni aytgandingiz. Meningcha, shuning uchun bo'lsa-mu, bildiganlarimning hammasini deyishim kerak. Men tushunamsiz. Elbet düşünemem. Farzand deganni dada eng tushunda emasmi? Nemeli degan bilan men sening o'z dadangda. Sening guvohlik so'zingni anglagandan keyin elqi qavg'ishdek tetish amaldori. Men yiqitib etgan odamning hali umr kuta xabarchi emas, balki boshqa bir odam ekanligini tushunmoqchi bo'ladi. Qani endi qanday qilakin? Qaraganda ahvol bag'on sir murakkablashmoqda. Biz uni jinoyatchi deb qarayapmiz. Biroq qo'limizda aniq dalil isbot bo'lmag'achqa, bu bir oxir chiqmaydigan da'vo bo'lib qolganda qiladi. Kechiring. Hech qisi yo'q. Rasululloh yaxshilikdan yomonlikning beshoratlari ko'p bo'layotdi. Haqiqiy ahvol birla. Biz mushu nishonni aniq ko'rib olsak bo'ldi. Biroq bu ishning haqiqiy ahvolini bildiganlardan hozircha Shimazaki bir odamga o'xshaydi. Men kirib ketay. Naoko, taqat qilib saqlab tur. Bir qancha kundan keyin ikkimiz jam bo'lamiz. Kechiring, yana bir og'izga qilavlay. Sen meni rostli saqlay olamsan? Albatta. Men degan sizning qizingiz emasmi?
bundan keyin davomli men va ikki bolamiz bilan menga birga o'tadiganligingizni bildirgandingiz. Biroq hozir yana Yoshinoning qishiq ketmoqchi bo'lib o'tsiz. Men sizning xotiningiz. Haru Yoshi bilan tamomiyni onasi. Siz menga nemish qishanmaysiz? Ondaqda nemishqa hadislar sud mahkamasiga borsiz? Bilaman. Siz o'z qizingizning qatilning qiz bo'lib qolishiga chidamay shunday qilyapsiz. Unda qig'icha qizingizni almashtirib olsangiz bo'lmadimi? Agar almashtirishga mumkin bo'lsa, nemishqa bo'lmaydi ekan? Bu sizlar cho'nglarning o'ynayotgan o'yini xolos. Shunday emasmi? Undaqda bu ishni o'zim bir taraf qilay. Siz o'tinib qolay, undaq qilma. Nemishqa? O'zimning holi bundaq tursa, boshqa odamning qanday bo'lishi bilan nima ko'ring? Boshqa odam? Sizga nisbatan bu bola boshqa odam hisoblanadi. Yo'q, men undaq demoqchi emas. Tushundim. Yumiko. Men hozirga berib, hamma ishni uningga aytay. Naoko, telefon. Mangami? Ha. Voy, nemish qavq tursiz? Tez bo'ling, chapsan bering. Rahmat, sizni avar qildim. Tatinma. Bu men. Yaxshimisiz? Bu bir sabiy qizning yuragini lovuldab ko'ydirayotgan. Amdala o'yg'ongan, shundaqla cho'nqur azobliq muhabbat edi. Qarang sizni. Maxsus qishimga berib mendan tinchlik so'ramoqchimisiz? Men rostli bormoqchi edim, biroq zarli vaqt chiqaramayapman. Hajab obdan dedingiz. Qarang, siz bormisiz mening ichim titib bo'lib ketadi ekan. Agar sizning ash chiroyingiz yandan anglash o'rnida ko'rinadigan bo'lsa, qo'rqdingizmi? Yo'q, ko'nglingiz yerim bo'lib o'tamdi. Biroq siz qaltis qaysar qizjimi? Men bilganlarimning hammasini deytay deyman. Shuni sizni qaysar qiz deyman-da. Dadisi gunoh qilib qo'ygan ahvol ostida bundaq yashash har qanday odamning qo'lidan kelavermaydi. Biroq dadamning aqibati qanday bo'lar? Buni mo'ljalligili bo'lmaydi. Biroq sizga bir ishni deb qo'yayki, dadangizning ahvoli keyin qanday bo'lsa bo'lsin, mening pozitsiyam avvalgidekli bo'ladi. Sizning men ishonchingizni umid qilaman. Men sizni yaxshi ko'raman. Toshizuki. Qaytib keldingizmi? Ha, ishdan tushdingizmi? Ne bo'ldingiz? Kallangiz tushibdi ketibdi-ku. Cho'ng dadangiz yoki bo'lmasa Toshizuki sizni bo'za qildimi? Ayting. Dada. Ne bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Yezimiko, siz demisangiz men qandoq bilay? Toshizuki yana Naokoni istab ketdi. O shundoq dedim. Buni qandoqmi deyalsiz? Ondaqda uning Naokoni izlab ketganligini qandoq bilasiz? Men bilaman. Men rostini bilaman. Akam-choqim Naokoni izlab ketdi. Bo'lmasa bag'lishiman. Yezimiko. Yo'q. Agar Naoko akamni mendan tatib oladigan bo'lsa, men qanday yashayman? Nim bo'lsa kechikib qolmabdiman. Kechiring, ishingizga daxli qilib tasqabdiman.
Bo'ldi. Xo'sh endi. Ertegen işi dadağınızı köygülü var hemen. Bolamdı. Hayır hoş. Gördün mü? Rastgen. Naoko'nun alakasının bunca kang ekanligini o'ylab bakmak ekanman. Hey, tugidi. Ben kechikib qoldim. Kechiring. Sizni yana malol qilgan bo'ldim. Siz Akşam men Ryoko ibodatxonasiga berib keldim. Biroq yiliqi bola. Naoko maktabga ketibdi. Onun g'amini aytib beraman. Siz hozir vaqt emas degandingiz. Menmi har kuni o'zimga oy berib kelgandim. Biroq endi taqdim tugidi. Xonim. O'tgan 17 yil ichida siz men bilan 100 mikoni saqladingiz. Bu qitim saqlash navbati men keldi. Lekin bundan ilgari saqlash deganni bilmaydim. Bu hergiz sizning savalligingiz emas. Biroq mening gunoyim o'z qizimning azob chekishiga qarab turishqichi berib yetmadi. Xuddi siz burun meni saqlaganga o'xshash. Balamiz 17 yil ichida ota-onasini kechgindi sig'indi. Siz bechora balamni qachongacha saqlatmoqchi? Men chidayolmadim. Men balamning bundoq turaverishiga hargiz chidayolmayman. O bizning balamiz. Siz bilan mening o'rtaq balamiz. Shuning uchun Biroq mening yana bir balam bor. Hech bo'lmaganda hozir meni o'z dadam deb ataydigan Yoshino Yizumiko ismli bir qizim bor. Gerçi bu taqdir paydo qilgan bema'ni chaqchaq bo'lsa-mu, lekin bir-birimizni bir mahal dada bola deb atashqashqa uningga mas'ul bo'lishim kerak. Uni balog'i qo'ysam bo'lmaydi. Undaqda sizning rastliklaringiz yo'qmi? Acaba siz o'z balangizning azob chekishiga taqat qilib turaverasiz? Yo'q, men unda qilmoqchi emas. Naoko qaysar qiz. O har qandoq mushkul ahvoldan bardoshlik bera oladi. Hozir buningdan boshqa çare yo'q. Buni tushunishga bo'ladi. O'z yurak parisining azob chekayotganligiga ana bo'g'ichining yuragi qandoq chidaydi? Menmi qattiq azoblanayapman. Undaqda xato qilgan o'xshamandiman. Buningga bir nim demakdas. Hozirgi ahvolda siz xato qilmadingiz. Acaba o'zingiz masli yo'qmi? Siz meni bir aql do'st chiqarmoqchi bo'lyapsiz. Tushunmadingizmi? Agar bir kishi sot sizning maqsadingizni ichib tashlaydigan bo'lsa, ichib tashlaydigan kim bordi? Sizmi? Men Andil advokat bo'lganda, dadam menga taftish amaldori bilan advokatlar to'g'ri raqiblar bo'ladi. Biroq hammashda ochiq yo'riq bo'lishi kerak deydi. Kechiring. Siz nima ish keldingiz? Ya yig'lashni, ya kulishni belgilab bo'lmaydigan bir tragediya yana boshlandi. Shimazaki Toshisokining o'z dadasini o'ldirgan qotil bo'lib, bu ishni Toshisoki emas, hatto Shimazakining o'zimi bilmaydi.
Nimalarni deydigansiz? Siz Naoko bilan xili burunla berishkirish qilgandingiz-ku. Men uning bilan rasmiy bodyguard qilish qaroriga keldim. Shunga oldi bilan sizning ma'qulligingizni olmoqchiman. Rasmiy bodyguard qilish? Bu haqiqatan ajoyib g'aroyib gap-ku. Odamni sog'liq qilma. Men degan qatarga solingan mahbus. Siz ehtimol qizim bilan to'y qilsam deysiz-ku, ixcham. To'g'ri. Men hozir Naoko bilan ikkimizning kelgusini astoydil o'ylayapman. Kelgusini? Meni ko'ldiribdimi nima? Hey, vaqama! Tepçi emeldarının oğlu mahbusning qizi bilan to'y qilmishdi. Sezon nima qilmoqchi? Bak. Qani ayta. Seni kim eletdi? Meni ahmaq qilib o'ynag'ini kim eletdi? Men deyman. Qo'qom heliq pasifdaning o'yini. O xomper, Naoko mening qizim. Onu hech kimga bermayman. Sen bu onun erişimen deb xiyol aylama. Onu hech kim bermayman. Tepçi emeldari bundaq rangvozlik qilsa, kishilar nazaridan tushib ketadi-mu? Bu nima deganingiz? Nima deganingiz? O'zingizdan so'rang. Men tushunmagachga sizdan so'rayapman. Ondaq bo'lsa yaxshi. Men so'rab baqay. Tunugunki nemish? Tunugun nemish bo'pti? Xufsala qilma. Tunugun uyingizga boyvatcha alayda qadam tashrif qilib meni izlab kelibdi. Toshisokimi? Poshisokimi buni kim biladi? Sizning halaqa boyvatchingizning ma'ni bilan deganligini bilamsiz? O memnunlik qilib, men Naoko bilan ikkimizning kelgusini astoydil o'ylayapman dedi. Qarang uning yeltirliq so'zlariga. Menimcha bu aqlni siz ko'rsatgan-ku deyman. Ko'ylada suv to'xtamagandek, sizmi hech narsaga erishamaysiz. Men sizga aytgan-ku. Ikkimizning qizi tasodifiy sabab tufaylidan olmishib qolgan. Lekin sizning jazo muddatingiz to'shib turmadan chiqqacha sizning qizingiz mening bolam bo'laverdi. Unda chiroyli ketani qo'ying. Ish qilib Naoko mening qizim. Rasmo. Ondaq bo'lsa yaxshi. Sizning deganingizdek qilaylik. Naokoni sizning ahvoli qizingizmi deyli? Ondaq sizning o'g'lingiz bilan to'y qilsa qanday bo'ladi? Toshisoki mening beqilgan bola. Jahondagi ajoyib g'aroyib ishlarning hanavasi sizga uchraydi ekanda. Men kattalarni qo'ltiqqa kiravlashga xohlamayman. Meni qandaqli bo'lmasin. Naokodan hargiz kechmayman. Siz haliqa atvoliq o'g'lingizga deb qo'ying. Sabi, go'dak bir qizning tashrif berib, yolg'on so'zlar bilan uni oldimisin. Shundaqmi? Behuda avar bo'libsiz-da. Tushundim. Siz Nima turing? nima bo'ldingiz? Nima turing deyman? Yumiko. Qarang sizni. Men qasdanga eliq balg'i demayotgandekli gap qilasiz. Hozircha. Ama. Etinib qolay. Ona, dadam sizni bo'zaq qilmadi-ku. Ona.
Sizni sotqa chaqirtganligimni kechiring. Shu chaqdagi ba'zi gaplarim bak chekidan eshib ketdi. Lekin buning hammasi xizmat uchun. Afo qilasiz. Hech qisi yo'q. Men buni ro'yxatdan tayyorlab qilib qo'ygan. Talashmanglar. Tartib bo'yicha o'ynanglar. Ma'qul. Jin, oyoqqa berib o'ynaylik. Ma'quldi. Endi ma'quldi. Aka. Ma'qul. Biroq ishimiz bormidi. Shundan keyin Toshisoki bilan ko'rishdingizmi? Xush bo'ldi. Hey, kichik do'stlar. Stop qoldi. Chiringlar. Kirib uxlanglar. Qalaymiqan yugurmanglar. Yotoqqa kirib uxlanglar. Chiringlar. Endi men ketdim. Tez bo'linglar. Siz qayerga borsiz? Tez bo'ling. Yotoqqa kirib uxlang. Bu yoqqa men. Meni uyqum keldi. Chiringlar. ikki sabiy qizcha mana mushu darvozaning oldida olmishib qoldi. Albuki bu chog'da texmi dahshatli bo'ron chaqmoq qistab kelmoqda edi. Men bo'lmaydi deganiki bo'lmaydi. Mayli qandoqli bo'lmasin, her qiz bilan aloqasam bo'lmaydi. Uning bilan aloqasam nemishga bo'lmaydi ekan? Yo'q desam nemishqa deydi ya. Bo'lmaydi deganiki zodi bo'lmaydi. Cho'ng dada, siz uni gumonli qotilning qizi deb uning bilan aloqa qilishim ruxsat qilmayapsiz. Bo'mi bir sabab, yana boshqa sababmi bor? Yana qanday sabab bor? Qachon yezmikum bor? Siz gapni ap qochmang. Toshisoki. Bo'ldilar, siz bilan maslahatlashgil kelmasam bo'pti ekan. O aqlsiz. Bu nima qilganingiz? Toshisoki, sen joylik qilmagan ekan, men rost gapni aytay. Sen o'z dadangning qandoq o'lib ketganligini unutib qoldingmi? Sening dadang boshqalar tarafidan o'ldirib etilgan. Uni Shimasaki Eichi o'ldirib etgan. Bu rostmi? Barak rost. Dadang shu qizning dadasi o'ldirib etgan. Maktabda qo'yib berdi. Ne bo'ldingiz aka? Nima qilganing bu? Qarab masam bo'lmadi. Soat nemish bo'ldi? Aytmasangiz-chi. Onanga hech nima demadi. Aytmasangiz mayli, siz bek eskikansiz. Cho'ng dadangizga mushudaq gap qilsangiz bo'lamdi. Cho'ng dadam Toshisoki akamni uydan quvlab chiqaribdi. Dada, siz Kechirgan odam qirg'anda ochig'ini bosolmaydi ekan. nemishga unda qildingiz? Ayting. Uni nemish qo'llaysiz? Uni men qo'llatmadim, o'zi ketib qoldi. Yana shu gapmi? Yezmiko, siz yandagi uyga chiqib turing. Chiqmayman. Gap anglang. Chiqmayman dedim-ku, chiqmayman. Yezmiko, Nobuto, Yezmiko kayiveme bu işte mehiplik. Toshisoki, ölsem o Shimasaki'nin kızını alımen deb turgunu oturdu. Naokoni. Akam ilimini Naoko bilan yaxshi o'tib yetibdi-da. Shundoq. Men bu gapni davet deb. Dada. Siz acaba kechirgin, shundoq bo'ldi. Yezmiko! Dada, siz rastilla heliqi ishni uningga dedingizmi? Toshisoki u
Dadağını şu kızın dadısı öldürüp etken. Onu şu kızın dadısı Shimazaki Ichi'yi öldürüp etken. Mümkün emas. Bu mümkün emas. Ne bo'ldi? Hech nima bo'lmadi. Ondaq bo'lsa yaxshi. Agar ko'nglingizdagi ishni deydigan odam topolmasangiz, men o'qituvchingiz bo'lgandan keyin ta'tilni aytavering. Muallim. Bo'landi. Aldamchi. Yezmiko. Sen onu nega aldab ketding? Akam bilan birga nega qochmoqchi? Toshisuki g'azabing bo'ldi. Xufsizlik qilma. Akam seni deb uydan chiqib ketdi. Ha. Men sana qayt yolvorgandim. Biroq sen uning g'urutpaydek chaplashib olding. Akam mushu ish uchun cho'ng dadamdan til anglab g'oyib bo'lib ketdi. Toshisuki, meni deb unchalar ko'ranglab ketma. Sen degan qotilning qizi. Akamni qaytiribdi. Akamni men qaytiribdi. Azap dengizi ichida andilib bixtartgan muhabbat notisi bir maydon shiddatli bo'ron chapqinga duch kelmoqda edi. U o'ziga nisb bo'lgan qisqigina va shirin minutlardan mahrum bo'lishni naqadar xohlamaydi. Albuki mushu vaqtda yana bir odam muhabbat bilan nafrat o'ttirisida pushlanmoqda edi. Toshisuki. Dada, bu yer qandoq bo'lib kelib qoldingiz? Hey! Siz nimandaq yaramas odam? Dadamdan hamman anladım. Men Shimazakining ishini yoshirmasligim kerak edi. Sizning bu ish tufaylidan naqadar ig'ir zarbaga uchraganligingizni bilaman. Qarang bu aptangizga. Makani yo'q bechora ishning o'zi bo'lib qopsiz. Bu jahonda sizdinmi baxtsiz kishilar bor. Shimazakining Qiziga qarang. Kishilar uni ayblab, nashtarni sanjib yuradi. Hatto yetib qopadigan uyinimi ijaraga bermayotdi. Lekin u yanada qaysarlik bilan yashayotdi. Siz dadangizni o'ltirgan Heliqi odamga 3. Lekin uning qizi dal sizning so'yginingiz taqdirini tillash kerakmi? Toshisuki. Taqdir degan narsa azaldan ojizlarni bo'za qilib kuchliklardan qo'rqidi. Agar siz uningga tiz buksangiz, mangu o'rningizdan tura olmaysiz. Dada, sizning heli qiz bilan qanday qilishingizni demayli qo'yay. Deydiganim birla so'z. U bo'lsa-mu Naoko'ga o'xshash. Taqdir bilan oxirgacha elishim. Bu Nobutoning o'z-o'ziga ilhom berish so'z edi.
bu kuni kechida qanchalig'in kishilar o'zlarining o'xshash bo'lmagan taqdiriga duch kelgandir. Ağrıdı mı? Gerek yok. Bu ikinci ketimlik emas mı? Toshisuke. qalbida qattiq azoblandi. Chunki udulma-udul qarshib turgan o'z qizi uningga nazrini sep qo'ymadi. Biroq Nobuto ishida uningga baxt tiladi. Qizining Toshisukening umrlik jo'risi bo'lib qolishini, yolg'iz yegona dadasining o'rnida uning g'am andishlaridan tugitishni, kechki mayin shamoldek yuzlarini sipab o'tib ketishni orzu qildi.